desa aytdilarki, to'xtating, tabib shu joyda muolajani to'xtating va aytdiki uydagilarga va meni qaytib bu doktorni oldiga olib kelmanglar. Va men so'radim, nega? Deydi tabib, nega? Bu dedi, bu tabib men bilan Allohning orasini buzyapti. Nega? Men Alloh taologa aytganman, ya Robbiy, men oyog'imdan senga shikoyat qilmayman. Men oyog'im tug'ma ishlamaydigan. Ya Robbiy, men duo qilganman. Ya Robbiy, men senga oyog'im haqida shikoyat qilmayman. Buni evaziga menga jannatni bersang bo'ldi, deganman. Va men shu yoshgacha oyog'imdan Allohga shikoyat qilmadim. Bu nima deyapti menga? Senga yurishlik orzumi? Sen nega yura olmaysan odamlarga o'xshab? Va sen bu ahvolimga menga achinishligimni menga o'rgatyapti. Va men bilan Alloh orasidagi shartnoma va men bilan Allohning oramizdagi muomalani bu buzishlikka harakat qilyapti. Shuning uchun bu doktorni oldiga meni olib kelmang dedi. Doktor aytadi, men-ku unga bir nasihat beraman deb gap boshladim-u, undan ancha ko'p. Ya'ni u yigitdan men o'zimga nasihat oldim.